Kun sayin rivojlanib borayotgan bugungi davrda ta'lim tizimi doimiy ravishda yangilanishni taqozo etadigan muhim sohalardan biridir. Innovatsion g'oyalar va texnologiyalar o'quv jarayonini samarali, interaktiv va zamonaviy qilishga yordam beradi. Sifatli ta'lim nafaqat nazariy bilimlarni o'z ichiga olishi, balki o'quvchilarga tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va yangicha texnologiyalardan foydalanish kabi ko'nikmalarni ham singdirishi kerak. Bu borada innovatsion yondashuvlar alohida ahamiyatga ega. 16-umumta'lim maktabida o'tkazilgan festival ham zamonaviy maktabning asosiy vazifasi bo'lgan. Pedagogik jarayon ishtirokchilarining salohiyatini ochib berish, ularga ijodiy qobiliyatlarini namoyon etish imkonini berdi. Hunar senga as qotar. Hunar oltin, son yo'q, sanasang qator-qator. Ta'limdagi innovatsion g'oyalar mavzusida tashkil etilgan tadbirda Toshkent viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi va uning Olmaliq shahar bo'limi vakillari, Prezident maktabi o'qituvchilari, viloyat maktab direktorlari hamda ustozlari, Nuroniy jamg'armasining shahar bo'limi faxriylari ishtirok etishdi. Festivalda yosh rassomlar o'zlarining kelajak maktablari aks etgan ijodiy ishlari bilan mehmonlarni qarshi oldilar. Bizning maktabimizda 27-mart kuni 4 ta yo'nalish bo'yicha mehmonlar kutib oldik va bu yo'nalishimizda har bittasida maktabimizdagi barcha o'qituvchilardan 43 nafari ochiq darslar o'tkazdi va ochiq darslarimiz mavzulari hammasi bugungi kundagi yangi innovatsion g'oyalar bo'yicha tashkillashtirildi. Yana 4 xil yo'nalish deganda bizda mana ikkinchi xorijiy til, nemis tili fanimiz bor. Nemis tili fanimiz 10-sinflarga dars o'tadi. Egamov Davronbek, u ham juda qiziqarli holatda dars o'tdi. Bu shahar bo'yicha maktablar ichida faqatgina bizning maktabimizda ikkinchi xorijiy til ochilgan. Qiziqarli g'oyalardan biri biz yangi baholash tizimiga o'tganmiz. Formativ hamda summativ baholash tizimiga. Bu joyda shahardagi boshqa ta'lim muassasasidagi rahbarlarga biz o'zimizni o'qituvchilarimizni qanday holatda baholayotganliklari to'g'risida, formativ baho va summativ bahoning qanday afzalliklari to'g'risida biz yoritib bera oldik deb o'ylayman va barcha kelgan mehmonlarga manzur bo'ldi. Va o'quvchilarimiz tomonidan ham juda ham qiziqarli teatrlar o'tkazildi. Biz o'quvchilarimizni 16-maktabning o'quvchilarini qanchalik darajadagi yutuqlari to'g'risida barcha mehmonlarga ko'rsata oldik deb o'ylayman. Kun davomida boshlang'ich, o'rta va yuqori sinf o'quvchilari ishtirokida jami 39 ta ochiq darslar o'tkazildi. Shirina, demak, Rizamat degani bog'bon otaning nomi qo'yilgan ekan. Ta'kidlash kerakki, o'qituvchilar tomonidan dars jarayonlarida ko'plab interaktiv usullardan foydalanildi. Bu esa o'quvchilar bilan muloqot qilishda samarali natijalarga erishish, o'g'il-qizlar o'rtasida do'stona muhitni shakllantirish hamda butun sinfning mashg'ulotlarda 100% ishtirok etishiga imkon berib, ular uchun yanada qulay psixologik muhitni yaratishga xizmat qiladi. Zamonaviy metodologiyalar yoshlarda o'z ustida ko'proq ishlash, ma'lumotlarni mustaqil qidirish, yangi bilimlarni o'zlashtirish, iqtidorlar chegarasini kengaytirish, fan olimpiadalarida ishtirok etishga ilhomlantirish va kelajakda taqdirlarini belgilashda muhim hisoblangan sevimli kasb tanlashlari uchun ham ko'mak beradi. Mehmonlarni o'zi reja asosida zalga qabul qildik va bu yerda bizni maktabimizning rahbari Linira Niyazovna o'zining Moskvada o'rganib kelgan tajribalari yuzasidan barchaga prezentatsiyasida yoritib berdi va uning qanchalik bugungi kunda ta'lim sohasida kerakli va bizga muhim jihatlarini yoritib bera oldi deb o'ylayman va bu barcha o'tirgan mehmonlarga manzur bo'ldi. Ahamiyatlisi, festival davomida o'quvchilarga o'zlarini o'qituvchi sifatida sinab ko'rish imkoniyati berildi. Matematika fani bo'yicha xalqaro olimpiada g'olibi Shukrullo Turdaliyev, rus tili bo'yicha viloyat olimpiadasi sovrindori Madina Akbarova, tarix va geografiya fanlaridan olimpiada sovrindorlari Yahyobek Uskanboyev hamda Abdulaziz Abdullayevlar o'tkazgan ochiq darslar mehmonlar e'tirofiga sazovor bo'ldi. Ustozlik rolini o'zimga his qilib ishga imkon bergan ustozlarga, direktorlar va maktab ma'muriyatiga juda ham katta rahmat aytaman. Va ayniqsa bugungi seminardan foydalangan holda bu o'zimning bilimimni, o'zimning qobiliyatimni boshqalarga ko'rsatishga imkon berganligi uchun juda ham minnatdorman. Bu dars o'tish jarayonida eng asosiy narsa bu o'quvchilarni o'ziga e'tiborini talab qilish. Ya'ni
bo'lishi mumkin, o'quvchilar qiziqmaydi bu narsaga yoki bo'lmasam boshqa narsa ishi bo'lishi mumkin, lekin asosan bu dars sizga berildimi, siz bu o'quvchi nima e'tiborini jalb qilishingiz kerak. Bu borasida ko'pgina metodlar bor, yordamchi narsalar bor va eng asosiysi aytaylik, bolalarni o'zini ham qiziqtirish uchun qandaydir metodlar qo'llash mumkin. Lekin asosan bolani o'zi qiziqsa, bu o'zingizga foyda. Ya'ni aytaylik, bolalar baribir qiziqadi fanga, bu fan bor, bu fanga qiziqishlar bolalar bor, lekin o'shani ko'tara olsak, bu hammaga qiziq bo'ladi. Va eng asosiysi maktab o'qituvchisi bo'lish juda ham o'ylayman, juda ham qiziq narsa, eng asosiysi sharafli narsa. Chunki bu narsaga erishish uchun ustozlar, aytaylik, odamlar juda ham ko'p o'qishadi, tajriba to'plashadi, lekin mening asosiy yaxshi ko'rgan narsam bu ustozlikda bu aytaylik o'zim to'plagan bilimlarni boshqalar bilan ulasha olish va o'sha ulashgan bilimimni ularda foydasini ko'ra olsam, bu eng aytaylik eng yaxshi ko'rgan va eng asosiy maqsadimdir. Aynan pedagogika universitetiga kirish bu hozir aytaylik boshqalar uchun ham qiziq narsa. Men ham qiziqaman pedagogika universitetiga kirishga, ustoz bo'lishga, bolalarga bilim ulashishga imkoni bo'lsa narsaga albatta harakat qilaman. Festivalda o'quvchilar Sharl Perronning Zolushka ertagini, Erkin Vohidovning Istanbul fojiasi hamda mumtoz jahon adabiyoti sanalgan Nikolay Gogolning Revizor asarlaridan parchalarni turli tillarda sahnalashtirishdi. Господа, приехавший по именам по велению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Ta'limga innovatsion yondashuvni o'zida mujassam etgan festival o'qituvchilar uchun tajriba almashish maydoni vazifasini o'tagan bo'lsa, o'quvchilarga o'z iqtidor va qobiliyatlarini namoyon etish imkonini yaratdi. Одна забава, пальцы в рот, веселый свист, прокатилась дурная слава.